Assalamu alaykum, hörmətli ata-analar. Ata-analar dərsxanamızğa xoş gəldinizlər. Bugün oxuyduğum kitabımız Fransiyalik ayal yazğıcı Isabelle Filiozatның Balalarning his tuyg'u dunyosi ismli kitobi. Birinci bab Balalarımızın qalb parasitini taraqqiy qildira olamdiq. Qalb parasiti degan nima? Qalb parasiti deganimiz hayot yo'limizda uchragan har turli qiyinchiliklarga nisbatan hal qilish qobiliyatimizdan iborat. Balalarning his tuyg'ulariga hurmat qilish, bir balaning kim ekanligini his qilishiga yo'l qo'yish deganlikdir. Bu balalarning o'z bo'lish engini kuchaytiradi. O'zini bizdan va boshqalardan farqli his qilish uchun kerak bo'lgan kuchni ato qiladi. Bu o'z vaqtida balani bir shay'i va ya bir jism emas, balki bir inson o'rnini ko'rish demakdir. Bu balalarga o'zini tonishi va o'z-o'zidan "Men zodi kim?" deb so'rashi uchun imkon berdi. Bu sayede özünü tərəqqi qıldırışıga, öz artıqçılıq və kəmçiligini fərq etişiga və öz yolunda təvrənmə ilgirlişiga yardam berdi. Balalar ən köp ata-anasını ögündü. Balaga bolğan pozisiyamiz və iş hərəkətlərimiz balalarning his tuyğu, zihin tərəqqiyatında həll qılğıç rol oynaydı. Balalar ata-anasını örnek alıdı. Ularning nəsihət və tavsiyalarga rioya qilish o'rniga ularning qilganlarini ko'zladi və doğraydı. Bir balaning his tuyg'u zihin taraqqiyotiga yordam qilish orqali o'zimizning his tuyg'u zihnimizni mo taraqqiy qildira olamiz. Bir balani cho'ng qilish amniyatda ota-onaning o'zini cho'ng qilish jarayonidir. Balalar bizning aynigimiz, bizning savrimizni eng oxirgi chekkicha sinaydi. Bizga suyishni o'rgatadi. Yetarki biz ularga quloq solaylik. Qalb parasitiga ega bo'lish, suyishni bilish va hayot yo'lida uchragan turli sinoqlarni hal qilish jarayonida o'z-o'zimizni mustahkamlashdan iboratdir. Bir buvoqni onasining nafas olgan ovozi va ona hidi bo'lmay turib uxlashga zo'rlash ota-onaning o'z rohati uchun bolaga ilib berilgan bir shiddatdir. Balani onasidan baldur ayırış balaga mustaqillik emas, tark etish hissi berdi va balani onaga texmi bog'langan holga ekiladi. Mustaqillik, ishonch va bexatarlik tuyg'usi orqali taraqqiy qiladi. Bu vaqtda elib berilgan nurg'un tajriba va tadqiqot natijalari orqali hozirgi davrda balani yolg'iz tashlab qo'yib uxultishdek o'rnaklar ozlashga boshladi. Bu hatto adabiyot dunyosida mu ta'sirini ko'rsatishga boshladi. Nurg'unlagan rasmlik hikoya kitoblarida kichik yiqchoq bolalar o'z yolg'iz uxlashni xohlamaganda ota-onasining endi uxlay oladigan bo'ldi. Balalar doktorlari bir balaning o'z onasidanmı yaxshi bilishini atayın. Ularning bildig'ini nazariyatdan iborat. Lekin sizning balangiz bo'lsa, bir mo'lchar, bir nazariya emas. U bir haqiqatdir. Sutingiz yetmaydi ekan, balaga ozuqlik yetishmabdi. Parashok bering. Yeningizda uxlatmang, mikrob yuqidi. Yig'ilganda quchqingizga olmang, erki bo'lib qoladi. Bir doktor, bir psixolog va yoki qiynonangiz sizga aql ko'rsatishga va yoki ayblashga urinib atamdi. O'zingizga ishining, qalb ovozingizga quloq soling. Balangizga ishining. Bala yig'ilganda, varqirab jarqirganda, o'zini yerlarga etib bishamlik qilganda jiddiylashmang. O'zingizni besib bilib, bu ish harakatlarining orqasiga yoshiringan his tuyg'ularini tushunishga tirishing. Ehtiyojlarini qondirishga tirishing. Javob o'zingizda. Balalar bilan bo'lgan suhbatingizda. Bir onaning o'zini besib bilishi uchun, o'zi uchun yordamga ehtiyoji bor. Hargizmi o'z bolasini jim qilish uchun tavsiyalarga emas. İkinci bab. Her qandaq vaqtda özünüzün so'rashga tegishlik 7 savol. Her bir bala o'ziga xos alaydilikka ega. Sizdan burunqilarning yoki atrofingizdagi kishilarning balalarga ishlatgan tarbiyalash usullari sizning balangizga mos kelmasligi mumkin. Balalarning to'g'ri va yoki xato ish harakatlariga inqoz qaytarishdan burun o'zingizdan bir qancha savol so'rashni unutmang. Birinchi savol: nima ish yuz berdi? Balalar inchika va nozik hissiyotlarga ega mustaqil bir insondir. O'ziga xos o'y fikrlari, his tuyg'ulari, arzu-armonlari bor. Ba'zi balalarning his tuyg'ulari shunchalik nozik bo'lib ketadi ekan, ota-ona bo'lish sifatimiz bilan nima qilishimizni bilolmay, o'zimizni chorasiz his qilamiz. Hatto ochchig'imizni bosolmay qoladigan vaqtlarimiz bo'ladi. Asta-asta taraqqiy qilayotgan bola miyasi texi balalarning his tuyg'usini boshqaradigan zehniy kuchga ega emas. Biz uchun shunchalik mantiqsiz kelgan masalalar ular uchun intayin mantiqli bo'lishi mumkin. Balalar naq shu vaqtning ichida yashaydi, o'zini markaz qiladi, o'z mantig'i bilan ish tutadi. Ya'ni balalarning o'y fikrlari texi mantiq jihatda pishib yetilmagan bo'ladi.
Balalar dünyani özünün közü bilen gördü. Onun inkaslarını sorak qilishdan uzoq turayli. Eng avval ularga quloq salayli. Nima ishlar yuz berganini, nima his qilganligini va nima davatganligini tushunishga tirishayli. Qo'lida bir shar patlab ketgan bir balni misol olsak, bu biz uchun bek oddiy bir ish. Tunji inkasimiz ko'pincha hech qisi yo'q balam, yangisini olamiz va yoki qarab turib bir sharni portlatib atding'u, diqqat qilsang bo'lmamdi, bo'ladi. Ota-onalar faqatla sharni ko'rdi va arzon bir narsaga yana birini olsak bo'ladigu deb o'ylaydi. Lekin balalarga nisbatan hozir texi qo'lida yo'g'on tutib turgan, ko'pib turgan bir shar birdamla yo'qolib ketib, o'rniga bir plastik partisi qoldi. Bu xil o'zgarishning o'zla intayin hayron qolarlik bir hodisa. Balalarning zehnida o'ylaganlarini bilmaymiz. Shuning uchun ularning his tuyg'ularini ko'zga ilmaslikdan saqlanaylik. Bizning ko'zimizdan qochib ketgan bir kichik hodisa balalarning ko'zida intayin muhim bir ish bo'lishi mumkin. Undaqda balalarimizga qanday quloq solamiz va ichidagi chigish his tuyg'u tugmalarini hal qilishiga qanday yordam beramiz? Har zaman balalarimizning his tuyg'ularini ifoda qilishiga yo'l qo'yish orqali ko'z yoshlariga, varqirab chirqirashlariga, titrashlariga nisbatan balani tinchlantirish uchun tirishmasdan, balki hamroh bo'lishimiz kerak. Yig'lash, varqirash, titrash balalarning ichidagi ochiqni, azobni ifoda qilish, jiddiychilikdan qutulish va o'zini o'ngishash usulidir. Balangizning bu jihatdagi qobiliyatiga ishoning. U o'zi uchun yaxshi bo'lganini biladi. Agar balangizning yanida turib, uningga quloq sola olsangiz, ko'z yoshlariga hamroh bo'la olsangiz, bu xil tuyg'u portlashlardan keyin tinchlanish, bexatarlik hissi va rohatlik tuyg'usi keladi. Balalaringizning har bir isharatiga jiddiy muomala qiling. Yig'laganda nima deb yig'laysan emas, balki sening ko'nglingni nima yerim qildi va yoki nimadan qo'rqding deb so'rang. Balangizning ko'rsatgan bahonalari siz uchun balki intayin mantiqsiz kelishi mumkin. O'y xiyollarini o'zingizni tutib turib quloq soling. Yanada bo'ling, uni tuvan tushirmagan, o'y fikrlarini qimmatsiz yoki mantiqsiz deb qaramagan asosda balaga lozim bo'lgan to'g'ri fikrlarni berishga tirishing. Va yoki masalaning o'xshamagan nuqtasidan birlikda tahlil qilgach, ahvollarga tushuntirish bersangiz bo'ladi. Bir yaslida, bir sinfda Juliet ismli bir qiz o'quvchi bor bo'lib, nima uchundirki sinfdagi boshqa butun savodoshlari uni yaxshi ko'rmaydi, chetga qoqidi. Ularga savodoshlarini chetga qoqishinglar to'g'ri emas deb tarbiya berishning hech foydasi bo'lmaydi. Chunki har qanday bir ishning, ish harakatning kendiga o'shirilgan bir sababi bo'ladi. Buni tushunmay turib, masalani hal qilg'ili bo'lmaydi. Şunun bilan o'qituvchisi ahvollarini ko'rsatishga boshlaydi va boshqa bolalarning davomli uningga "Sening hatto dodangmi yo'qdirsa" deydiganligini anglab qoladi. Aslida yaslini boshlagan tunji kuni o'qituvchi "O'zinglarni tanishtiringlar" deganda Juliet o'rnidan turib, "Mening ismim Juliet, mening dadam yo'q, chunki u o'lib ketdi" degan ekan. Shuning bilan boshqa o'quvchilar uningga "Bu to'g'ri emas" deb qarshilik bergan ekan. Chunki ularning nazarida dadalar o'lmaydi ekan, o'lsa bo'lmaydi ekan. Uning dadasi o'lib ketdi deganlik, ularning dadasi bir kun o'lib ketadi deganlik bo'ladi ekan. Bunda qo'rqinchli xiyolni o'ttirib qo'ygan kishi albatta ularning do'sti bo'la olmaydi ekan. O'qituvchi bolalarning o'y fikrlarini his qilgandan keyin ular bilan kichik bir qatimliq suhbat o'rinlashtirdi. Julietning dadasining kasal bo'lganligini va shu sababdan o'lib ketganligini, uning dadasining o'limi bilan boshqa savodoshlarining dadasining o'limiga sabab bo'lmaydiganligini aytdi. Ölümning yuqumliq emasligini tushundirdi. Shuning bilan balalar qayta bir rahatladi. Shuningga o'xshash balaning intayin quyuq bo'lgan his tuyg'ulariga qarta chorasiz qolsangiz, bu xil inkoslarning kelib chiqish sabablarini ko'rolmagan bo'lsangiz, bu qiyinchiliklarni hal qilish uchun balangizga quloq soling. Uning saviyasiga chiqishga tirishing. Uning ko'zlari bilan qarang. Uning quloqlari bilan anglang va o'z-o'zingizdan shu savolni so'rang. Nima ish yuz berdi? Ikkinchi savol. Nima davatidi? Ata-onalarning g'alati qiliq deb ism qo'yib olgan bolalarning g'alati, behuda, haddidan oshgan va yoki normalsiz har bir ish harakatining keyniga o'shirilgan bir his tuyg'u, bir ehtiyoj bo'ladi. Bolalar bizga bir narsalarni deyishga tirishayotgan bo'lishi mumkin. Balki bolangizning sizga ehtiyoji bor. Uningga quloq solishingizga, uning his tuyg'ulariga qimmat berishingizga, qo'g'dishingizga va yoki bir masalani hal qilishiga yordam berishingizga ehtiyoji bor. Haddidan oshgan va davomli takrorlanadigan har bir ish harakat bu mayli urushqoqlik, mayli passivlik, mayli onaga haddidan ziyoda bog'lanish, mayli qizg'anchiqlik va mayli hamma ishga e'tiroz bildirish va yoki diqqatini
Yig'almaslik bo'lsin, bularning keynida cho'qim bir sabab bo'ladi. Yana bir qitim shuni eskartib o'tish kerakki, bolaga nima deb bundoq qilding va yoki qilasan deb so'ramang. Chunki javobini bolangiz o'zimi bilmaydi. Bu harakatlar hammasi angsizlarcha qilingan ish harakatlar bo'lib, sababini deyishga qistigan vaqtingizda sizga yolg'ondan bir bahona ko'rsatishi mumkin va bu javob sizni masalani hal qilishdagi to'g'ri yo'lga boshlay olmaydi. Bu vaqtlar ehtiyojini yig'i orqali tushundirdi. Chunki yig'i ularning tunji tilidir. Cho'ng bo'lib tili chiqqandan keyin tili bilan tushundirolmaganlarni yanala yig'lash, chirqirash, varqirash qatorliq ish harakatlari orqali va yoki hamkorlikni rad qilish degandek usullar bilan davom qiladi. Bolaning ichidagilarni tushunish oson emas. Hatto bola o'zimi o'ziga nima bo'lganligini bilolmaydi. Ota-onasining inkoslaridan ularning ochiqni keltirib qo'yishdan yoki ranjitib qo'yishdan qo'rqadi. Ota-onalar ko'pincha vaqtlarda bu xil ma'nosini tushunib yetolmagan yig'larga g'alati qiliq yoki erkinlik deb ism qo'yib oldi. G'alatilik deb bir narsa yo'q. Bir til va hal bo'lishini kutib turgan bir uchur bor. Oy fikrlarini cho'nglarga o'xshash tashkil qila olmaydigan bir bola bilan dialog qurish haqiqatan oson emas. Lekin biz hammamiz ayni vaqtda kichik bola edik. O'zingizning kichik vaqtida nimalarni his qilganligingizni va his tuyg'ularingizni qanday ifodalaganligingizni eslab beqing. Yig'lar va e'tirozlarga quloq solmaslik, ularni bir til o'rnida ko'rib hurmat bildirmaslik, davomli mushundoq vaqtlarni tanlab yig'ilgan va yoki bir ishni o'nglab qila olmay yig'lab yurgan degandek so'zlar orqali ularning tuyg'ularini to'yan ko'rish, bolalarda ich mijozlikni keltirib chiqaradi. Bir istiki bor edi, yordam lozim edi, bir ehtiyoji bor edi, lekin hech kim uningga quloq solmadi. Ovozini hech kimga anglitolmadi. Bu nuqtadan keyin bolalar ovozini anglitish uchun kasal alomatlarini ko'rsatish yo'lini tanlaydi. Qayt-qayt qo'zg'aladigan quloq yollig'lari, qichqoqlar, yollig'lanish, tomoq yeyishni rad qilish, kichik dardni tutolmaslik, dars o'rganolmaslik, boshqalarga zarar berish degandek. Bularning hammasi aloqaga chaqirish uchurlaridir. Bu bir bolaning ovozini anglitish uchun o'z taraqqiyotini, fiziologiyalik va ruhiy sog'lomligini pido qilgudek holga kelganligining ifodasi. Albatta, bu hamma kasallik alomatining sababi shundoq deganlik emas. Bolangizning ish harakatlarini sizni cho'chitib qo'ysa, ochingizni keltirsa, diqqatingizni tortsa, bolangiz to'xtamay sizga e'tiroz bildirsa va yoki boshqa alomatlar ko'rsatsa, bular qizil signal holiga kelishdan burun o'zingizdan shu savolni so'rang. Nima deyotidi? Üçüncü sual. Balangızga qandaq bir uçur berishni xohlaysiz? Balalarning qilgan har bir ish harakati sizga bermoqchi bo'lgan uchuri bo'lishini atayin. Masalan, tomlarni bo'yishi, kitoblaringizga sizib etishi, o'ziga ko'ynak yasash uchun pardangizni kesib etishi degandek kichik kapsizliklarning keynida bir uchur bo'lishini atayin. Bular balalarning o'rganish va atrofini bayqash jarayonidir. Ota-onasining narsalarga zarar bergan taqdirda asli maqsadi bu bo'lmasligi mumkin. Albatta, bu yerda yosh masalasi intayin muhim. 3 yoshli qizingiz qaychi bilan oltin zanjiringizni kesib etdimi? O'xshash kapsizlikni 8 yoshli qizingiz qilsa shu. Bu ikkisining o'rtasida intayin cho'ng farq bor. Balalarimizning qilgan ishlariga va yoki kichik kapsizliklarga ko'rsatgan inkoslarimiz ularning o'ziga bo'lgan ko'z qarashlarini tashkil qiladi. Bu yerda masala siz ularga qanday bir uchur berishni xohlaysiz. Tamga bek chiroyli bir rasm sizibsan, texnik qaltis asarlarni yaratish uchun sen go'zal bir rasm daftari va bo'yoq qalin berishni xohlamsan? Yoki nimda qilasan balam, qancha qitim deyman tamlarga bo'yima deb, qulqingni gap turamdi turmamdi. Nima bu qalaymiqan sizvatganlaring? Tunji uchurni olgan bola o'ziga ishonadi, o'zini qimmatli so'yguga loyiq his qiladi. Hatto rasm sizish jihatdagi qobiliyatini joriy qildirish uchun texmi tirishadi. Hamda ikkinchi uchurni olgan bolachi intiqom olish uchun kelar qatim gilamga sizishi yoki dadasining kompyuterga suv to'kib etishi mumkin. Texmi ichinchi ahvol bo'lsa, o'zini qadr qimmatsiz ko'rib, o'ziga zarar berishi mumkin. Uning narsalaringizga hurmat qilishni umid qilsangiz, undaqda sizmi uning o'zini ifodalash ehtiyojiga hurmat qiling. Mehmonxona uyining tomlariga sizib etishini xohlamasangiz, o'z hujrasidagi bir tomni maxsus ko'ngli xohlagancha sizib bo'yab o'ynaydigan holatga kelib bering. Bu chog'da bolangizning mehmonxona tomni bo'yashga ehtiyoj qolmaydi. Faqat bolangizga emas, atrofingizdagi hamma kishilarga va narsalarga qilgan muomalangiz bolangizga bir uchur holatida yetib boradi. O'z hayotingizda ve muhitingizga qarang. Uningga qanday bir hayotni o'rgatishni xohlaysiz? Arlab uningga yolg'on so'zlamsiz? Oilaning qoidalariga arlab xiloflik qilamsiz? Qizil chiroqni o'tib ketamsiz? Biri bilan gap talashib qolganda varqirab-jarqirab mush atamsiz? Hayotga bo'lgan xushalligingizni, sevgingizni, e'tiqodingizni qanchalik aks ettirib yashay oldingiz? Qiyin ahvolga yo'liqqanda qanday hal qilish kerakligi va bo'shashmay olg'a ilgirlash jihatda ulgu bo'lgudek ishlarni qilib atamsiz?
Balangızning oldida ish harakat pozitsiyalaringizni o'ttirib qo'yishdan burun shu savolni o'zingizdan so'rashni unutmang. Men balaga qanday bir uchur berishni xohlayman. 4-savol. Nima deb bundaq deyman? Bir dam olish kuni balalaringizni elib o'ynatqilab bormoqchi bo'ldingiz. Lekin balalar mashinaga chiqqili unamay, yo'lning yendiki daraxt tüyüdün yo'pirmoq terib o'ynag'ili turdi. Sizning tez bo'linglar, mashinaga chiqinglar deb chaqirgan ovozlaringizga quloq solmay, qiziqqan holda ishiga kirishib ketdi. Bu chog'da sizning savringiz qolmadi. Achchig'ingiz keldi va balalarning qo'ldan tortib mashinaga o'tirg'izishga tamshalmoqchi bo'ldingiz. Dal bu chog'da ichingizda shundoq dialoglar elib berishni o'ylab baqdingizmi? Nima deb shayton menga darhol mashinaga chiq deydi? Chunki mening shundoq qaror berib o'rinlashtirganligim uchunmi? Sababim nima? Bugun dam olish kuni. Bugun bir kunimni butunlay balalar bilan o'tkazishga ayirdim. To'g'ri, tush bo'lib ketdi. Texnichi baqchiga berish uchun yo'lga chiqqanmidik. Lekin bu yerda yo'pirmoq to'plash bilan baqchida o'ynashning nima farqi bor? Ikkilisida o'xshashlar balalar xush bo'lib o'ynaydi. Qo'rsaqmi tex oshmidi. Undaqda nima uchun balalar bilan birga yo'pirmoq to'plamayman? Balki terigan yo'pirmoqlarimizni ramkaga silib, tamga assaq texmi go'zal bir ish bo'lmamdi. Balki nurg'ularimiz shundoq ahvollarga yo'liqib baqqan bo'lishimiz mumkin va avtomatik holda inkoslarni beramiz. Tez mashinaga chiq, tamoqni tez ye, chaponingni tezroq kiygin. Bu ahvollarda o'zimizdan shundoq bir savolni so'rab beqishimiz kerak. Nima uchun mening balalarimning istaklariga nisbatan ma'qul yoki yo'q degizayotgan nima? Mening ish harakatlarimni boshqarayotgan nima? Balalar ichidan chiqqan sap o'y fikrlarini, istaklarini o'tirib qo'ygan vaqtda ota-onalar buning balalarning xuy chiqarishiga sabab bo'lishidan ansiraydi. Amaliyotda xuy chiqarish ota-onalar o'zi ijod qilib olgan bir so'z. Bu faqat balalar bilan ustunlik talashish kurashiga kirgan vaqtda ondan o'tirg'i chiqadi. Ustunlik talashish kurashini aslida balalar emas, balki ota-onalar boshlaydi. Chunki bizning qulqimizga shu gap singib ketgan. Agar balangizga ma'qul deb deginni qilg'il qo'ysangiz, balangiz bo'yningizga minib oladi. Balalar bizga bog'langan bo'ladi. Bizga ehtiyoji bor. Bu xil minib olish o'y fikrlari uchun ular texi yetarlik zehniy taraqqiy kuchga ega emas. Sizning inkoslaringizni, pozitsiyangizni, ish harakatlaringizni boshqarayotgan nima? Bilim qurilmangizmi yoki manbasi aniq bo'lmagan avtomatik inkoslarmi? O'zingiz qurib olgan mantiqingizmi? Nurg'ularimiz shunchalik avtomatik yoqlarga ko'nib ketdikkin, balalarimizmi bu ahvollarga ko'nib ketdi. Butun hayotini opasining sababi aniq bo'lmagan yo'q bunday qilsang bo'lmaydi o'lari bilan o'tkazib, hatto keyin nima uchun deb so'rashmi xo'shaqmaydigan va o'zining avlodlariga shu miros qolgan avtomatik inkos bo'lmaydilarni ishlatayotgan ota-onalar oz emas. Bizning hamma narsani bilib ketishimiz notayin. Lekin balalar bizdan bir narsani talab qilganda, nima uchun avval ularga quloq solib, undan keyin shu savolni o'zimizdan so'ramaymiz? Nima uchun bundaq deyman? Ota-onalar nimani orzu qiladi? Balalar hech sababsiz yig'lamasin degan ishni qilib bermaganda yoki fikringni o'zgart degan vaqtimizda ochiqi kelmasin. Davomli biz bilan hamkorlashib, deganimizni qilsin. Kiyimingni kiy deganda kiysin. Tamoq vaqti kelganda darhol dasturxonda o'tirsin. O'zi berib uxulsin, vujursin yig'ishtirsin, qalamqon qilmasin. Chaponini osqushqa ossin, yerga otmasin. Oyoqlarini ratlik ishkopga qo'ysin. Tinch va gap anglaydigan bo'lsin. Varqirab gap qilmasin. O'rindiqda tuz o'ltirib tamoqlarini chachmay, hammani pokiz va tez yevassin. Suvni to'kmay issin. Ustal ustida tantarbiya harakatlar ishlamasin. Balalarimiz bola bo'lmasin deb orzu qilamiz. Lekin ular texi kichik bola. Ularning hayotdagi roli shundoq. Bütün o'yinchoqlarini to'kidi, yalang oyoq toshqa dassaydi. O'yin o'ynash uchun tong saharda turadi. Nafs qolmog'icha chirqiraydi. Ishkoplarning ichini ziyorat qiladi. Patqoq oyoqini salmay uyning ichiga kiradi. Samimiy bo'lib shu savolga javob bering. Agar balangiz intayin ratlik, intayin muloyim, eg'ir besiq, kichiklab qolgan cho'ng odamdek bo'lgan bo'lsa, biroz g'alati his qilmabdingiz. Qisqa bir mezgillik faxrlik tuyg'ulardan keyin yana shu qalaymaqon varang-churanglarni seg'inmabdingiz. Aniq qilib aytish to'g'ri kelsa, ota-onalar bilan balalarning orzu qilgan ehtiyojlari butunlay qarama-qarshi bo'ladi. Ko'pincha ota-onalar ratlik, jimjit muhit, o'lchamlik so'z harakatlar, huzur bilan uyg'ongan saharlarni orzu qiladi. Ammo ko'pincha balalar qalaymaqonchilik ichida o'zini rahat his qiladi. Varang-churangni yaxshi ko'rdi. Hafta ichi attigini uyg'ona olmay, hafta oxiri tong otmasda uyg'onadi. 5-savol. Mening ehtiyojlarim bilan balaning ehtiyojlari orasida bir raqobat bormi?
Ата-ана va bola orasidagi bu ehtiyoj farqini to'g'ri hal qila olmaganda, bu raqobat g'azabga aylanib ketishi mumkin. Iqtidor kurashlarida g'alaba qilgan va mag'lub bo'lgan taraflar bo'ladi. Lekin ota-ona va bola orasidagi kurashda bo'lsa, mag'lub bo'lgan 100% ikkala taraf bo'ladi. Chunki hech kim ehtiyojlarini yo'q o'rinda ko'rgan birining o'ziga qimmat berganligini his qila olmaydi. Ata-ona bo'lish deganlik bizga bog'langan bu kichik jonliqlar uchun ma'lum bir mazgillik o'z ehtiyojlarini bir tarafga qayirib qo'yish deganlikdir. Lekin bu deyilgandek oson ish emas. Balamni jinimdan aziz suyman degan ota-onalarmi ba'zida o'zini tutib ola olmay, bolasiga tayoq atqili tas qoladi. Ata-ona bo'lishdan burunqi ulug' sevgilari bola bo'lgandan keyin hatto o'zim hayron qolgudek darajada balaning ba'zi ish harakatlaridan nafrat qilgudek holga tushib qoladi. To'g'ri, balalar bizning ochiqimizni keltiradi. Ba'zida bizni saron qilib qo'yg'ili ozli qoladi. Kecha uxlag'ili unmaydi. Yo'q ishqa o'zini yerga etib dumlab beshamlik qiladi. Gap tushundirsa tushunmaydi. Ata-ona bo'lish 365 kun 24 soatlik jafoli xizmat. Kunda 8 soat ish qilib boradiganlar hech bo'lmasa xizmat o'rnida biroz rohat topalaydi. Ishxonasiga berib, varqirab, chirqirab yig'lamaydigan cho'nglar bilan vaqt o'tkazish kishiga orom berdi. Biroz rohat nafas ola oladi. Lekin oila ayollarining bunday fursati yo'q. Agar biz o'z ehtiyojlarimizni bilolmasak, bolalarimizning ehtiyojlarini qondira olmaymiz. Shuning uchun o'z ehtiyojlarimizga quloq solishmi o'xshashla ota-onalarning vazifasi. Qo'limizdan kelishicha o'z ehtiyojlarimizni qondirishimiz kerak. Agar ba'zi ehtiyojlarimiz bolamizniki bilan qarama-qarshi bo'lib qolsa, raqobat birdan-bir tanlash yo'li emas. Hamkorlashish texmi unumli va uzun muddatli bir yo'ldir. Har ehtiyojning muhim bo'ladigan buvoqlik mazgildan keyin bolangizning ehtiyojiga hurmat bildiring va o'z ehtiyojingizni o'tirib qo'ying. Men rahat o'tirib tamoq yesak deyman. Tamoq vaqtida bu huzurni saqlash uchun men qanday yordamda bo'la olaysan? Deyish, voy balam, birdan og'zingni yumib jimroq o'tirib tamoqni yegina, beshimni bek og'ritvatding degan qaraganda texim unumli bo'ladi. Tahdidlash, qo'rqitish, varqirash, jazolash to'g'ri bo'lmagan va unumi bo'lmagan usullardan iborat. Balangizni yaxshi beqish uchun o'zingizni yaxshi beqishingiz kerak. Bu jihatda dadalarning roli intayin muhim. Dadalarning qo'llashi onalar uchun cho'ng bir yordam. Ba'zida dadalarning beparvoligi tufaylidan ochiqligingizni balangizdan chiqarganligingizni unutib qolmang. O'z ehtiyojlariga quloq solish hargizmi shaxsiyatchilik emas. Ahvollarga qarata to'g'ri bo'lgan pozitsiya va ish harakatlarda bo'lish uchun va ota-ona, bola ikkala taraf uchun foydali. Bolalar o'z ehtiyojlaridan o'zi chiqolmaydi. Ularning ota-onasiga ehtiyoji bor. Agar ehtiyojlarga ko'ngil bo'ladigan biri bo'lmaganda, o'zini so'ygizish uchun kichik holiga qaramay, o'zini boqqan kishining orzu qilgan ish harakatlarini qilishga boshlaydi. Yig'ilganda hech kimning kori bo'lmasa, yig'lamaslikni o'rganadi. Hatto bu vaqtlar opasini emganda, opasini cho'chitib qo'yganini his qilganda, texmi asta emishga tirishadi. O'z his tuyg'u va ehtiyojlarini bostirib, yuvosh bo'lishga, ota-onasini xush qilishga tirishadi. Lekin bu jarayonda o'z tuyg'ularini o'chirib etadi. O'ziga ishonmaydi. Atrofidagi dunyodan cho'chib yuradi. Balalar bilan birlikda xushal-xo'ram yashash uchun balalarning sho'xligiga chidiyolidek darajada yo'l qo'yaylik va texmi ko'p qo'llashga tirishaylik. Unutmaylik, balalarning bizga ehtiyoji bor. Biz ularning eng cho'ng qo'llovchisi. 6. savol. Men uchun qaysisi eng muhim? Ota-onalar ko'pincha vaqtlarda nimaning texmi muhim ekanligini unutib, bolalarga bo'lgan muomalasida diqqat qilmaydi. Chaqilib ketgan bir kristal, gilamga to'kilib ketgan sut, qalayimqon tashlanib turgan kiyim-kechaklar, yo'qab ketgan bir o'yinchiq yuzidan bolalarni ezvatgudek darajada ochiqlanib varqiraydi. Xuddi bir tal kristal yoki bir parcha gilam bolalardan muhim bir narsadek ishlarni qiladi. Bir ishga aralashishdan burun o'zingizni shu savolni so'rashni unutmang. Qaysisi men uchun texmi muhim? Agar javobingiz men uchun muhim bo'lgani bolalarimning sevgisi, menga bo'lgan ishonch tuyg'usi bo'lsa, bu sevgi va ishonchni qo'g'dang. Agar javobingiz men uchun muhim bo'lgan qimmatli kristalim, uyimning pokiz ratikligi va o'zimning huzuri bo'lsa, albatta bu muhim narsalarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sevgi ishonchlarni bir tarafga qayirib qo'yishingiz mumkin. Bu tanlashlar albatta har qachon bilib turib qasdan elib berilmaydi. Lekin balangiz sizning o'y fikrlaringizni his qila oladi. Uningga bo'lgan inkosingiz ishlatgan so'zlaringizdan texmi ma'nilikdir. Agar chiqilgan bir stakan uchun uning varqirab ochiqlansangiz, balani tuvan ko'rgan va ko'ngliga yora bergan bo'lasiz. Balangiz stakanni o'zidanmi muhim qimmatli ekanligini his qiladi. Boshqa vaqtlarda degan, men seni suyman, umoq balam degan gaplaringiz emas, opamning nazarida mening hech qimmatim yo'q degan ideya qalbiga texmi cho'ng'ir o'rnaydi.
Balalar qimmatli ekanligini his qilish kerak. O'zining oilada bir o'rnining bor ekanligini, ehtiyojlarining muhim ekanligini his qilish kerak. Agar javobingiz har qachon men uchun muhim bo'lgan balarimning sevgisi, menga va o'ziga bo'lgan ishonchisi bo'lsa, undaqda qilishga tegishli ishlaringiz aniq. Ularning ko'ngliga azor bermang, tuvan ko'rmang, yerim yo'lda tashlab qo'ymang. Qo'rqitmang, yolg'on aytmang, har qachon durust bo'ling, istaklarga quloq soling, qiymatini biling, gunohkorlik hissi his qildirmagan asosda ularga mas'uliyatlarni bering. Har zaman shu savolni o'zingizdan so'rashni unutmang. Men uchun qaysisi texmi muhim? 7-savol. Maqsadim nima? Bunda qilsam to'g'rimidu, unda qilsam xatomidu? Kundalik hayotda bu savollarni o'zimizdan ko'p qitim so'raymiz. Aslida ota-onalarning bolalar bilan bo'lgan munosabatida to'g'ri yoki xato degan narsa mavjud emas. Bizning bolalarga bo'lgan pozitsiya va yoki ish harakatlarimiz bizni maqsadimizga yaqinlashtiradi va yoki yiroqlashtiradi. Javoblar bo'lsa, bolangizning taraqqiyot ahvoliga, ehtiyojiga va sizning maqsadingizga qarata o'zgaradi. Bütün hamma ota-onalarga o'rtaq mos keladigan bir javob yo'q. Shuning uchun to'g'ri yoki xato haqida sirtdan kelgan tavsiyalarni emas, o'zingizning bola bilan bo'lgan munosabatingizda tutmoqchi bo'lgan yo'lingizning engizda bo'lishi muhim. Men balam bilan qanday bir munosabat qurishni xohlayman. Mayli his qilayli yoki qilmayli, har bir ish harakatimizning keyinida bir maqsadimiz bo'ladi. Lekin ba'zi vaqtlarda maqsadimizga xilof ish harakatlarni qilib qo'yamiz. Masalan, bolalarimizning cho'ng bo'lib o'z qarorini o'z bera oladigan biri bo'lishini umid qilamiz-yu, har kun kechda atsi kiygizadigan kiyimni tanlab qo'yib qo'yamiz. Maqsadimiz ish harakatlarimizni va shu asosda bola bilan bo'lgan munosabatimizni belgilaydi. Pakiz, rətlik öy tutuşni maqsad qilsaq başqa, özünü erken ifadalab oynay oladigan bolalar yetishtirmoqchi bo'lsaq başqa, irodalik, qarorliq bir bola yetishtirmoqchi bo'lsaq başqa, gap anglaydigan, itoatchan bola yetishtirmoqchi bo'lsaq boshqa yo'l tutamiz. Agar to'g'ri bo'lsin yoki xato bo'lsin, boshqalarning ko'z qarashlariga haddidan ziyoda ahamiyat bersak, bolalarimizning haqiqiy ehtiyojlariga nisbatan diqqatimizni bera olmaymiz. Bolalarning ehtiyojlarini muhim o'ringa qo'yish, uningga hurmat qilish deganlik hargizmi nima qilsa yo'l qo'yish va xato qilganda ko'rmasga selib olish deganlik emas. His tuyg'ularingizni bola bilan bahirlangach, yanada uni nihoyat yaxshi ko'rganligingizni ifodalab turing deganlik. Eng yaqin do'stimning menga sovg'a qilgan intayin nafs bir istakan bor edi. U istakanni bakmi yaxshi ko'ratdim va asraytdim. Bolalarmi buni bilatdi. Lekin bir kuni 2 yoshlik o'g'lim u istakanni cheqivatdi. Buni ko'rib o'zimni tutolmay yig'lab soldim. O'g'lim holimni ko'rib texmi qo'rqqandan yig'lab ketdi. Men o'g'limning uningga bo'lgan shartsiz sevgimdan andish qilib qilishini xohlamaydim. Shuning bilan uni papiligach, u istakanni intayin yaxshi ko'rganligimni, cheqilib ketganini ko'rib, endi bundan keyin bu istakanda choy icholmaydigan bo'ldim deb ko'nglim yerim bo'lganligini aytdim. Men bu yerda o'zimdan so'z qilyotgandim, o'g'limning xatoligidan emas. Uni o'zimning tuyg'ularini ifodaladim, lekin uni ayblamadim. Bu ishdan keyin o'g'lim bir qancha qatim bu voqeani qayta-qayta takrorlab menga aytib berdi. Chunki bu voqeani singdirish uchun qayta-qayta takrorlab eslashga va so'zlab chiqarib olishga ehtiyoj bor edi. Apa, men bir chog'da sening eng amroq istakaningni chiqayotgandim. Sen yig'ilding, menmi yig'ildim. Shundaq-ku? Shundaq o'g'lim, men istakanim cheqilib ketdi. Endi uningda suv icholmaydigan bo'ldim deb ko'nglim yerim bo'lib yig'ladim. Kishilarning eng amroq narsalarini ayrilib qolganda yig'ilish intayin normal dedim. Bir necha oydan keyin bir kuni o'g'lim sut ichib bo'lib, istakanni intayin avoylab ustalga qo'ydi va menga yana Apa qara, men istakanni chaqmadim. Bir chog'da sening eng amroq istakaningni cheqayotgandim. Sen yig'lading. Men sening yig'ilishingni xohlamayman. Menmi yig'ladim? Chunki sening eng amroq istakaningni cheqayotgan edim. Sen yig'ilding. Menmi yig'ildim? Shundaq-ku, dedi. Shu ishdan keyin o'g'lim bir ishlarni nihoyat ehtiyotchanlik bilan qilish kerak ekanligini o'zining kallasidan qayta-qayta o'tkazib bo'lgan edi. Boshqalar uchun qimmatli bo'lgan narsalarning nimani ifodalaydiganligini engiz singdirib bo'lgan edi. To'g'ri, xatolik tuyg'usini his qilgan edi. Lekin bu boshqalarning his tuyg'ularining muhim ekanligini, qilgan ishlarining mas'uliyatini bilish kerak ekanligi to'g'riliq his qilgan sog'lom bo'lgan xatolik tuyg'usi edi. Agar men uni ayblagan bo'lsam, kalampay deb tuvan tushirgan bo'lsam, o'g'lim intayin xijillik ichida sog'lom bo'lmagan bir xatolik tuyg'usini his qilgan bo'ladi va ichida bu ayblashlarga nisbatan bir g'azab shakllantirgan, lekin xato qilgan o'zi bo'lganligi uchun ikkinchi qatam hargizmi bu ishni so'z ocha olmagan bo'ladi. Kalampay diqqat qilmagan markasi bilan buningdan keyingi ishlarda diqqat qilish emas, balki kalampaylik qilmaslik uchun butun diqqatini qilayotgan ishiga emas, qilolmay qolsam yana meni kalampay dermi degan andishi bilan qiladi. Agar yana xatolik o'tkazib qolganda o'zining haqiqatan bir ishni o'nglab bajara olmaydigan kalampay ekanligiga ishongan bo'ladi.
Agar balangizni haqiqiy qimmatli narsangiz o'rnida qo'ydigan vaqtingizda boshqa qimmatli narsalaringiz texmi bexatar bo'ladi. O'zini qimmatli deb his qilgan bola atrofi va qilgan ishlarining oqibati uchun texmi diqqat qiladi. Xato qilib qo'yishdan qo'rqqanlikdan emas, balki boshqalarning his tuyg'ularini hurmat qilganlikdan va mas'uliyatchanlik tuyg'usi bo'lganligi uchun shunday qiladi. Undaq bo'lsa, yana bir qatim o'zingizdan so'rang. Mening maqsadim nima?